Xo'sh, Ibrohim, bu qaysi harf? E. Qanday o'qiladi? A. Молодец. Bu qaysi harf? B. Qanday o'qiladi? B. B. Молодец. Bu qaysi harf? S. I. C. No, endi C. Va qanday o'qiladi? S. S. I. Молодец. K o'qiladi. Bu qaysi harf? D. D. Qanday o'qilarkan? D. D. Qanday o'qilarkan? D. Молодец. Good job. Endi Ibrohim, bu so'zlarni o'qishni o'rganamiz. Alright. Birinchi harf o'qib beringchi menga. Bu qaysi harf edi? D. Qanday qaysi tovush? D. A. D. Endi stretch qilamiz. Qani? Qo'shamiz. D. Молодец. Dad. Dad. Very good. Keyingisi. B. A. D. Bad. 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 Молодец. Keyingisi.